Avvalambor assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar. Nazarov TV kanalining qadrdon podpischiklari. Xudo xolasa bugun mena podarka ko'rsatuvlari boshlab berdik. Xudo xolasa bugungi podarka ko'rsatuvimiz Markazda bo'ladi. Shu xonadonda yashovchi boboxonamizni tabriklab keldik. Musofirda yurgan farzandlari, o'rdagi turmush o'rtoqlari, jamiki qarindosh bo'lgan ahliqlar nomidan tabriklaymiz. Ko'rib guvohi bo'larasizlar. Baxtim yo'li to'shalgan kun, ota onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan onam. Onam, onam, onam. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar, og'alarim, otalarim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Boboxon otamizni tabriklab keldik. Otam qanaqa? Otam tabriklaymiz. Ilohim shukona yillar muborak bo'lsa. Ilohim shuningki tavallud ayyomlari ko'plarni birgalikda yaqinlar bilan, farzandlar bilan ko'plarni inshaalloh birishlik nasib etsin. Otam yana bir bor tabriklaymiz sizni. Ishtirokam qabul qilib olasiz endi chiroyli tortni. Ahtiqlar albatta seni shuyda qo'yadilar. Ustingiz bo'lashtirasiz bo'lmasa. Otam yana bir bor tabriklaymiz sizni. Bu yerda sizni qolaversa turmush o'rtog'ingiz Sharofat onam nomidan tabriklaymiz. Bu yerda o'g'illaringiz Surojbek, Boburbeklar nomidan, qizingiz Surayaxon nomidan, kelinlaringiz bor, Chamangul, Zamiraxonlar, qolaversa shu yerdagi jamiki qarindosh tog'an, yaqinlar, ahtiqlar, nabiralar hammasi nomidan otam sizni tabriklaymiz. Ilohim tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim hamisha shunday farzandlarni, yaqinlarni ardog'inda, e'zozida bo'lib yurishlik nasib etsin. Farzandlar yana chiroyli sovg'alar bilan ko'rishamiz deb turibdilar. Bizlar chiroyli qo'shiqimiz bilan davom qilamiz. Qarindosh tog'alar bemalol kelib otam bilan ko'risharasizlar. Yana bir bor tabrikimiz otam. Bir kim bo'lsa qalbim tilga pora bo'lar, onam ko'zidan nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kim bo'lsa qalbim tilga pora bo'lar, onam ko'zidan nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Devletim, onam cennetim, cümle cehanım diler, bahtı kemalim diler, cümle cehanım diler, bahtı kemalim diler. Bimar olsam mimar dirilgen bular. Otam devletim, onam cennetim, otam devletim, onam cennetim. Qo'lim ochib duoga otamni umrini uzaytir Allah dedim. Boshim qo'yib poyiga onamni umrini uzaytir Allah dedim. Qo'lim ochib duoga otamni umrini uzaytir Allah dedim. Boshim qo'yib poyiga onamni umrini uzaytir Allah dedim. Qulingman qodir
bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab holing nima jon bo'lam desa, otam davlatim, onam jannatim, otam davlatim, onam jannatim, otam davlatim, onam jannatim, otam davlatim, onam jannatim. Rahmat, salomat bo'linglar. Qani bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Otam yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim shukrona kunlaringiz, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Ilohim onam bilan birgalikda qo'sha qarg'ib, farzandlarni, yaqinlarni, jigarlarni shu baxt kamolini ko'rib, shu qo'lizdagina ahtiqlarim shu xonadonlarda to'ylarini qilib, shu noyda oqibatlar berib o'tirishlik nasib etsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim hamisha shunday farzandlarni, yaqinlarni ardog'inda bo'lib yurishlik nasib etsin. Yana chiroyli sarpolar bor, sarpolar ham endi qabul qilib olasiz endi. Tabriklaymiz yana bir bor. Bo'ldi. Qani endi bu atam uchun bir chiroyli qalb istaklar, tabriklar bo'lsa, yaqinlardan qabul qilib olamiz. Kimdan boshlaymiz endi? Atam o'sha do'stlarimdan qabul qilib olamiz endi tabriklari. Yoki o'zingiz boshlab bering. Ayting, bir boshlab bering. Assalomu alaykum. Bohan quvonchli kunlarga o'tirgan kemalar. Bohan yengil xalasa 60 yil bo'lib qarib bo'ldi. Xudoyim shu yoshlarni kirgay. Aql cho'luq bo'liblarning rohatini ko'rgay. Shu xonadon hamma yoshlar to'laygan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Döre qatnashchilari, döre tabriklaymiz. Ilohim shu qo'shqaning bilan 100 yoshlara, 120 yoshlara girib o'tirgaysan. Shu 120 yoshlarında shu doktorlara işi düşmey. Hamisha işin bundan gelsin. Tapqaları, toylara, yaxshi kunlara ko'raylik. Şu aqtab çoğulukları 70 yıllıklarda, 65 yıllıklarda qo'shilib toylar etib o'tirmak nasib etsin. İlahi xonadonda hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. İşlerin o'rnidan gelsin, bola chaqang bilan tapqalarni yaxshi kunlara buyuraversin. Kichkinalarning kamolini ko'rib o'tirmak nasib etsin. Assalomu alaykum. Sonra şu 60 yıllık yubileyim bilen tebrikliğimiz. Gelin bilen koşa karıp bolların, aktıkların, yaxşı günlerini, toylarını görüp oturmak nasip etsin. 100 yaşlara gir. İşlerine hem mesela muvaffakiyet, sağlıkta şu hemen getirsin şu günleri. Dostum, sağlam ol, bana sen öyle sağ salamat yiyesen, 100 yaşlara yiyesen, sağ olasın. Assalamualaikum. Sonra Rabbimiz böyle hamisha sağlık, salomatlik, bilan fotoğraflarsan. Mübarek olsun. Bolalar rahmetine Bizlerin, aktıkların, kemalını görmek, kemalını oturmak nasip etsin. Hamisha sağ olaysan, başın köyden çıkmasın. Selamet olun. Dostum, avvalambor tavalludingni bilan tabriklayman. Yana 60 yoshga kirdim için 60 yosh qirsirlama yosh degan tabriklar. Shu yubileying bilan tabriklayman. Bolalarimning baxtlarini baxtini sog' salomat bo'lsin. Barning tolmay shularning baxti uchun, taxti uchun g'ayrat etib ishlab yuraveradilar. İşlerine olmadı. Rahmat, salomat bo'linglar. Boboxon ota yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamisha shunday farzandlarni, yaqinlarni, shu yerda o'tirgan do'stlarning baxtini hamisha sog' salomat bo'lib, shunday zabardast bo'lib yurishlik nasib etsin.
Yine bir bor tabriklaymiz. Doğrusu bizler şu farzandingiz musofir turgan ağam şu murojaat qilib chiqdilar. Bugun atamı tavallud ayyomlari borib tabriklashlari meni nomimdan. Xursand qilasizlar. Atamni yaxshi ko'raman. İmkon qadar qana endi imkonim bo'lsa kelsam, lekin shu oilani nodiyda tashvishlari bilan kelolmadilar. Ilohim keyingi tavallud ayyomlarda shu birgalikda shu farzandlar bilan, yaqinlar bilan shu bundan ham qatori keng yetib tabriklar qilib o'tirishlik nasib etsin otam. Yana bir bor tabriklaymiz. Sho'rda endi farzandlar nomidan chiroyli she'rimiz bor siz uchun. Topilmaydi bilaman. Dunyoda sizdek odam, sizga havas qilaman. Hammadan zo'rsiz dadam. Davringizda zo'r o'sdim. Bo'lmadi hech kam ko'stim. Mening ishongan do'stim. Hammadan zo'rsiz dadam. Mehribon keng himmatim. G'ururi beminnatim. Yuzi nurli jannatim. Hammadan zo'rsiz dadam. Oilamiz g'amxo'ri, savlatingiz uy to'ri. Yo'q menga sizdan zo'ri, siz hammadan zo'rsiz dadam deydi farzandlaringiz. Yana bir bor tabriklaymiz otam. Ilohim hamisha shunday farzandlarni ardog'inda, e'zozida bo'lib yurishlik nasib etsin. Ilohim keyingi tavallud ayyomlari kelgan vaqti hoji ota bo'libsiz, hoji ona bo'libsiz deb kelib sizlarni tabriklar qilib o'tirishlik nasib etsin. Ilohim hammaning uyinda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Bizler jamoamiz bilan kelib hamisha yaxshi kunlaringizda shunday xizmatda turishlik nasib etsin. Tabriklaymiz yana bir bor. Ilohim har bir shu o'tirgan otalarimizdan, xonadondan olib shu tabriklar qilib o'tirishlik bizga nasib etsin. Qani endi yana o'tib endi ayollarimiz uchun bir shu qo'shiqlar qilamiz endi. Qani endi shoda atam uchun bir chiroyli tabriklar bo'lsa qabul qilib olamiz endi. Keyin astana bir o'yin kulgilar bilan davom qildiramiz. Onam o'zingiz boshlab berasiz. Yine bir hangi şarabet baldızımı tette tetteme. Ben bu hangi 60 yaşları bilen tebrikliyim. Baldızım bilen koşak karlısı. Rahatlarını görsünler. Bakkalları mudaman yaxşı günlere buyursun. Bu aktıkların, çoğulukların yaxşı günlerini görüp oturmak baldızım bilen bu hanekeme nasip etsin. Allah Teala farzandları sizleri uzaklara, yaxşı səfərlərə yuvarıb, yaxşı günlər görsətib bilmək Allah sizlərə nəsib etsin. Həmişə tapqanınız üçün dəstərxanlar çıraylı olub, yazılıb duruşunu Allah'tan sorayım. Yaxşı. Bakan ekeni 60 yıllıklar eken. Oylar etip turgaylar, bollarım sağ salamet yürüyen, sağlık bilen peşakarlık, aktif çoluk yoluk yürü turgaylar. Açılan desteklarları yapılmayı, sağlık, salametlik olayı. Şu sizlərə yaxşı gətlənizə qoşulama, şu kudoğu bilen kudamama ikisi kudayım şu köp yaşlara girip birgelikte ahtı, çolluk, yavlukla söğüp oturuş muradına Allah kalayım öz yetkesi kudayım. Şuların rahatlarını görgeyler. Hem ahtı şöhret uyda yaxşı gün tetkeygeyiz kudayım. Şu açılan destrovalar yapılmama. Baxt dilimden bunlara, ailevi, hemmesine sağ olsunlar. Sağlık olsun inşallah. Ana zaten endi ağam için bir chiroyli tabriklar qilasiz endi. Ben mikrofon. Yana Bakan Ülkemin yubileyken 60 yıllık. Yılım sağ salamat olsun, gelin bilen koşakar olsun. Ferdenlerin rahatlarını görsün, aktık çoğunların rahatlarını görsün, toylarını görsün. Hem bir şey şu toydan baş çıkmasın. Tebriklimiz gene bir var. Yana. Kan, ette kan. İyi, rahmet, selamet olunlar yine. Arpalar kutu olsun. Ilohim shuningdek arzibirchiliklaringiz, mehr-oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. Ilohim sog' salomat shunday o'ynab kirib yurishlik nasib etsin.
Tebriklimiz yana bir bor. Tabrikliyim. Sağ ol. Kanasa endi tebriklar bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar bir so'q qo'shiqlar bilan, yaxshi qo'shiqlar bilan o'ynab kulamiz endi. Ya bormi tabriklaydiganlar? Kanasa. Cho'g'ris. Yana kelarsiz, tabrik qilasiz. Assalomualaikum qarindoshlar. Ina bugun Boqar akaning tug'ilgan kuni 60 yosh muborak bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin. Sharofat bilan qo'sha qarib 100 yoshlarga kirgaysizlar. Doim shu bolalaring, qizlaring, aktyor, cho'loqlaring rohatini ko'ring. Hamisha sog' salomat yuravergaysizlar. 70, 80, 90, 100 ga kirganlaringizdan hammamiz sog' salomat tabriklab o'tiramiz. Hamisha sog' yuringlar. Rahmat. Iya, rahmat, salomat bo'linglar. Qanasa endi qarindoshlar, o'ynab kulamiz endi shu qo'shiqlar bilan, yalla qo'shiqlar bilan. Davom etamiz, qani? Ağacanım. Gününüz bilen tebrikler. Sağ olsun. Şerafetingen bilen koşa qaragaysızlar. Mükemmel rohatını görgeysizler. Neyinki yaxshi niyatlarınız bo'lsa, shu niyatlaringizga yetgaysizlar. Hoji mama, hoji bobo o'tirganda bir ishlab o'tirmoq nasib et. Tabriklayman. Bana tabriklemeyin. Yine durma vaqtlari. Baba yaxshimisiz? Bozorga keladingizmi? Qanasa endi qarindoshlar o'ynab kulamizmi endi shu qo'shiqlar bilan? Tabriklaymiz yana bir bor. Boqinglar. Qanasa davom etamiz. O'ynab kulamiz qarindoshlar. Asrda çekkenim cismimizi kavurdu. Biz arpa vermemem özümü çıtaldı. Gözü kumar şunca gamlarına eser kaldı. Üzümdüm miyim işansız bir savdı. Üzümdüm miyim işansız bir savdı. Vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cennet yüzünü manın imşanı. Vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cennet yüzünü manın imşanı. Saraydı soldu yüzüm, kanlı yürek balım. Saraydı soldu yüzüm, vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cennet para yüzünü, mağrıklı imçanı. Vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cennet para yüzünü, mağrıklı imçanı. Vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cela kara yüzünü, mağrur imçanı. Vay boy nazım şunçanı, vay boy bazım şunçanı. Cela kara yüzünü, mağrur imçanı. Yarasında yürek, her saniyede seçsem inan buna yürek, basanda yüreklerim, çare izlemem hele. Dünyayı da giderim, sana bu derde gerek. Dünyayı da giderim, sana bu derde gerek.
boy nazım şunçanı Vay boy bazım şunçanı Cenab kara yüzünü mor etmişkanı Vay boy nazım şunçanı Vay boy bazım şunçanı Cenab kara yüzünü mor etmişkanı Vay boy nazım şunçanı Vay boy bazım şunçanı Cenab kara yüzünü mor etmişkanı Vay boy nazım şunçanı Vay boy bazım şunçanı Cenab kara yüzünü mor etmişkanı Cenab kara yüzünü mor etmişkanı Devam ederiz. Oyun okuyoruz. Hadi. İşte hadi. Saçlarını yayıp şut gelenir Ve bu valizleri gümüş gelenir Saçlarını yayıp şut gelenir Ve bu valizleri gümüş gelenir Gece gündüz yüzüm bir yan yoluna Bazen attı aydan rengi ruyuna Gece gündüz yüzüm bir yan yoluna Bazen attı aydan rengi ruyuna Kınalanıp uyudu bukuna Gülüm dallamış kız geledi Kınalanıp uyudu bukuna Gülüm dallamış kız geledi Saçlarını yaş kız geledi Ve bu valizleri kımız geledi Saçlarını yaş kız geledi Ve bu valizleri kımız geledi Rahmat, salomat olinglar. Atam endi qisman miras keladi endi. Chiroyli tabriklarni qabul qilib olamiz endi. Keyin astan qarindosh o'g'illar hammamiz birgalikda olamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Yana bugun yaxshi kunda, yana ukamning bugun 60 yoshga kirgan yubiley ekan. Ukamni tabriklayman. Gelin bilan qo'sha qarsizlar. Bolalarning aqllarini yaxshi kunlarni ko'rsinlar. Hamma shu xonadonda yaxshi kunlar to'ylab bo'lsin. Sabadagilar ham hammasi sog' salomat bo'lsinlar. Boburjon, Sirozbeklar sog' salomat bo'lsinlar. To'lib toshib kelsinlar. Sizlar san'atkorlar, sizlar ham rahmat. Sog' bo'linglar. Davom etayinlar. Assalomu alaykum aziz qadrdon qarindoshlarim, Boqon, Sharofat, tabriklayman o'g'lingiz bilan. Xudoyim qo'shaqari birgaysizlar. Den qarg'aysizlar Xudoyim, shu bolalaringizning aqti, cho'g'liklaringizning rohatini ko'raysizlar Xudoyim. Hamisha xato bo'lmang, hamma qarindoshlar birgalikda hamisha shunday yaxshi kunlarda uchrashib yurish nasib etgan. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlar ham tabriklaymiz. Ne bilan? Chaqaloq bilan. Yuzlaringiz aydin. Qo'shaloq urib keldingiz. Hammasi tabriklayman. Elida belbog'i bor, otam bora, otam bor. Yuribmanda baxtiyor, otam bora, otam bor. Birovlardan kamim yo'q, tashvishim yo'q, g'amim yo'q, omadim bor, ko'nglim to'q. Otam bora, otam bor. Meni qiynalib boqqan, onajonimga yoqqan, hay yigitlardan ham chaqqon. Otam bora, otam bor. Qilgan har ishi savob, duolari mustajob, poyini qilay tavob. Otam bora, otam bor. Belida belbog'i bor. Otam bora, otam bor. Yuribmanda baxtiyor. Otam bora, otam bor. Iloyim, har bir barcha otalar sog' bo'linglar. Shunday. Avvalosi, bugungi eng unutilmas muborak payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz, 60 yoshingiz qutlug' bo'lsin otajonim. Rahmat. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining ertalabki dasturdagi boshlovchisi ismim Ruxshonaman. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Rahmat. Dunyoda g'am ko'rmang, hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz to'ymasin armon, bor bo'ling, sog' bo'ling doim qadrdon. Mehribon insonim, shukrona kuningiz bo'lsin muborak de ayni daqiqalarda sizni jonidan ortiq yaxshi ko'ruvchi bebaho insonlaringiz tabrik yo'lladilar. Ertalabdan bizni mehribonimizni tabriklab qo'ying, ulardan so'rang, kimlar tabrik yo'llayotgan bo'lishi mumkin deb. Otajonim,
kim bo'lishi mumkin sizni xursand qilishni juda ham xohlagan? O'g'illarim, qizlarim chiqar. Albatta, birinchi o'rinda farzandlaringizdan tabrik kutasiz, lekin siz aytgan inson emas, taxminlarimizni boshqa tomonga qaratib ko'ramiz. Allo, otajonim. Allo. Eshityapman. Kim bo'lishi mumkin ekan? Qaysi yaqinlaringiz bo'lishi mumkin? Ismlarini aytib o'ting otajonim. Zamira bo'lishi mumkin. Sizga shunaqa chiroyli ta'riflar berdilar. Maylimi ta'riflarni o'qib bersam? Mayli. Dunyoda tengi yo'q inson. Qalbi pok, samimiy, mehrlari limmolim, nigohlarda faqat mehrni ko'ramiz. Bolalikdan bizni eng yaxshi narsalar, eng yaxshisini faqat nimani xohlasak muhayyo qilganlar. Borlariga shukr, shunday mehribon insonni farzandlarimiz deya eng mehribon, sizni yaxshi ko'ruvchi siz topgan haqiqatdan ham farzandlaringiz, kelinlaringiz, ayni damlarda musofir yurtdagi mehribonlaringiz. Zamiraxon, Chamangul, barcha farzandlaringiz, kelinlaringiz, nabirajonlaringiz, Sirojbek, Boburjon. Ushbu tabrigimiz faqat siz uchun ekan. Rahmat. Otajonim, sizni tug'ilgan kuningizni bular noodatiroq tabriklashni juda ham istagan ekanlar. Tabrigimiz sizga biroz bo'lsa ham yoqdimi yo yo'qmi? Yoqdi. Kayfiyatingiz yaxshimi otajonim? Duolar qildingiz, iqbolim tilab. Halol yedirdingiz, boshimni silab, baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ota. Rahmat otajon. Meni deb yashadingiz, o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ota. Rahmat otajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ota. Rahmat otajon deya farzandlaringiz, kelinjonlaringiz, nabirajonlaringizni tabrigini otajonim qabul qilarkansiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar. Eng chiroyli kunlarimiz faqat ko'zlarimizni quvontiradigan, eng yaxshi kunlarimizda yonimizda bo'ladigan. Allohimga shukr, shunday boyliklarimiz bor. Ming shukr deya barcha mehribonlaringiz sizni umringiz uzoq bo'lishini, barcha orzularingizni amalga oshishiga biz ko'makdosh bo'lamiz. Biz tarbiya qilayotgan farzandlar otajonimga faqat rahmatlar olib keladigan farzandlarni, nabirajonlarni voyaga yetkazamiz deya va'dalarni qilib berdilar otajonim. Otajonim sog' bo'ling, salomat bo'ling, bayramona kayfiyat sizni tark etmasin. Savlat to'kib yurgan uyimda, siyrati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda. Otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib. Otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, u maqtansin men baxtga to'lay.